Hozir kechqurun tushib qolibdimi? Bunda biz Ka'bani ichida uxlaymiz. Bundan oldingi videomda men Ka'bani qurishni o'rgatdim. Mana ko'rib turganlaringiz yorug'am tushdi. Hop, endi men sizlarga hozir uy qanday qilib chiroyli va chotki uy qurishni o'rgataman. Birinchi bo'lib bizga mana bu kerak bo'ladi. Buni olib olamiz. Keyin bu yerga birinchi bo'lib mana uyda mana mashina bo'lsa mana bu yangi Minecraft veriladi uchun mana sekin bosib olamiz. Keyin suverimni birinchi kreativda ko'pchilik kreativda uyini qurib oladi. Keyin survivalga bo'ladi. Shuning uchun mana uyni kattaligi uncha katta bo'lsa bo'lmaydi. Agar qavat uy bo'lsa xonalarga bo'lib tashlasa bu chiroyli ko'rinadi. Meni ham uyim katta xonalarga bo'lib tashlaganman. Mana kanalimga obuna va like bosib qo'yinglar. Mana biz ham ko'payaylik. Mana qaning. Hop bosamiz. Mana sekin mana shunday qilamiz deb. Mana ikkita bo'lsa kallalarni tegib qoladi uy tepasiga. Shuning uchun 3 ta bo'lish kerak eng kamida, lekin balandroq uy bo'lish uchun 4 ta qilyapman men. Bir yo'la yaxshiroq uy chiqadi deb mana bu yerga ham bosib qo'yamiz. Hop. Bundan oldingi videoda Ka'bani qurishni o'rgatganman men. Ka'bani qurishni sizlar o'rganib olinglar mana. Yana bitta bosib qo'yamiz 5-qavatli. Mana 2-3 qavatli bo'lsa zo'r chiqadi. Hozir biz vaqtimiz kam, shuning uchun 2-3 qavatli uy quramiz hozir mana. Sizlardan tez va oson tayyor bo'ladigan uy shu bo'ladi. Mana hop. Mana sekin bosib tashlaymiz. Hop. Kommentlar, like'lar, obunalar bosib tashlayinglar. Sizlar boshlab meni kanalimni kuzatishda davom etinglar. Hop, deb vaydo. Buncha bu qo'yib ketaveradi. Shunday qilamiz. Bosib turib endi mana. Hop, mana ancha bo'lib qoldi. Uy ham bitib qoldi mana. Bosamiz endi uy ichi zum-zumson bo'lib qolgan bo'lsa mana bu yerda mashta turgan mana bu chiroqni olamiz va bu joyga va tepaga bitta qo'yib qo'ysak uyimiz ancha yorug'roq ko'rinadi. Hop, mana sizlar endi bu yerdan eshik qo'yib qo'yamiz bu yerga. Hop. Endi bu yerdan eshik qo'yish kerak. Eshik olamiz mana. Eshikni olamiz va yoniga endi dias qo'yamiz. Hop, mana endi mana derazani olamiz va bu yerga qo'yamiz. Hop. Qo'yamiz. Endi tepasiga gul ekamiz. Gullar mana bu yerda turadi. Qani yaxshiroq bitta gul olishimiz kerak. Gul yo'qmi? Qani ekan gullar? Gullarni sug'urib olib ketishganmi? Yo'q ekan gullar. Menga yoqadigan gul mana bu. Men mana shu guldan qo'yapman. Mana ikkinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa bu. Mana bu mana shunisidan qilaveraylik. Bu quduq bo'ladi. 3 qilib kerak bo'lsa ne qilamiz? Survivalda o'ynayotganlaringda ancha kerak bo'ladigan narsa bu quduq. Quduqda mana shularni sekin bu yerga qurollar
yerga yetkazib olamiz. Biz hozir fiylab dedik, shuning uchun biz tayimiz bedroq. Men uncha katta yo'q qilaman endi shuning uchun. Qudug'imni uncha katta qilaman. Uyimni dvorda hozir ana sekin botlardan kesib tashlaymiz. Mana yonlarga ham model uchun mana shu yerlarni kesib tashlayman. Mana yonlarga ham bezaklar berib, uyga ichiga ham bezaklar bersalar ham bo'laveradi. Bezak berishda o'z yoqqan bloklardan olib bezak berib yurasiz. Narxini endi ana qo'yamiz. Ko'pchilik uyni topisha olmasa, qishloqda uy topisha olmasa, mana shu quduqni tagiga yashib qo'yib, bekinishib olaveradi. Mana endi bu yerdan sekin mana bu yerga o'tamiz. Mana shuni to'sgan olsangiz qo'shdim. Ya, davlat 1 2 3 ta bo'ldim teng 2 3 1 hayvonga ketib qolyapti. Endi ustiga qani mana shuni ustidan bosib qo'ysak yomg'ir panaroq bo'ladi. Mana bosamiz. Mana xo'p, yaxshi. Mana quduq bo'ldi. Endi biz uyga ichiga mana ichiga kiramiz. Ko'proq qancha ko'p sandiq qo'ysangiz shuncha yaxshi bo'ladi. Men hozirga mana bosamiz. Hop, mana qora. Endi bu yerdan mana bu pechkaga qo'yib qoldi. Pechka qo'yamiz bu yerlarda mana. Endi esa mana bu yerdan botga qo'yib chiroyli o'tirish uchun ustiga kitob qo'yamiz. Mana kitoblar mana yarali deb mana endi botga qani mana bundan ham qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Bu yaxshi narsa. Qani keyin bu yerdan mana bu narsani ham qo'yamiz. Qo'yib qo'ysak bu narsa mana uyimiz ham tayyor bo'ldi. Men sizlar bilan Minecraftni keyingi videoda nima qurishimni kommentariyga yozib qoldiringlar.